Messi Hindiston xalqini aldadi. G'azabga mingan tomoshabinlar stadionni vayron qildi. Lionel Messi Hindistonga mamlakatning yirik shaharlari Kalkutta, Mumbay, Ahmedabad va Nyu-Dehli bo'ylab Goa turni o'tkazish uchun keldi. Argentinalik uchun 20 metrlik haykal qurildi. Uni ochish uchun 2022-yilgi jahon chempioni keldi. U yerda u ko'plab muxlislar bilan uchrashishi va muxlislarni xudojo'y kishini ko'rish imkoniyati bilan xursand qilishi kerak edi. Kalkuttadagi stadionda minglab mahalliy aholi uchun tayyorlangan shou e'lon qilindi. Unda futbolchi o'z mahorati va sehrli to'p ushlab turish texnikasini namoyish etadi. Lekin vaziyat umuman boshqacha bo'ldi. Futbolchilar galati tarzda aldangan edilar. Messi hech narsa ko'rsatmasdan maydondan chiqib ketdi. Gazabga mingan muxlislar esa maydonga kirib, butun stadionni vayron qila boshlashdi. Turning birinchi bekati Kalkutta. U yerda futbolchi uchun dunyodagi eng katta Messi haykali qurilgan. Lionelning sodiq sheriklari Luis Suarez va Rodrigo de Paul ham Hindistonga uchib ketishdi. Yodgorlikning ochilish marosimi bo'lib o'tgan maydonga ko'plab odamlar to'planishdi. To'g'ri, o'yinchining o'zi u yerda bo'lmagan. Bu vaqtda Messi va uning o'rtoqlari boshqa joyda edilar va maxsus tugmani bosib haykaldan mantiyani masofadan tortib olishdi. Avvaliga Barsa afsonasi undan nimani xohlashlarini ham tushunmadi. Ammo keyin tushundim. Hali ham o'sha shaharda 20 metrlik o'zini taqdim etgandan so'ng Lionel Salt Lake stadioniga bordi. Dastlab futbolchi ishtirokida shou o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Stendlarga ko'plab tomoshabinlar yigildi. Chiptalar arzon emas edi. Aholidan biri o'z butini ko'rish imkoniyati uchun butun maoshini to'lagan. Muxlislarning fikriga ko'ra, chiptalar juda katta raqamlarga yetdi. Guvohlardan biri chipta uchun 12,000 rupiy, 15,000 rubl to'lagan. Shuni ta'kidlash kerakki, Hindistonda o'rtacha ish haqi 32,000 rublni tashkil qiladi. Ammo shou o'rniga qo'riqchilar qurshovida bo'lgan argentinalik tomoshabinlar bilan qo'l silkitdi. Siyosatchilar, vazirlar, aktyorlar va boshqa VIP mehmonlar bilan maydonda 20 daqiqa turdi va ketdi. Messi muxlislari futbolchi hali stadionda bo'lganida biron bir narsa noto'g'ri deb gumon qilishdi, ammo u subtribunning xonasiga borganida va hech qanday bayram bo'lmasligi aniq bo'lganida olomon gazablandi. Hindistonning gazablangan aholisi to'siqlardan o'tib, to'siqlar orasidan to'g'ridan-to'g'ri maysazorga ko'tarila boshladilar. Katta olomon qo'lga tushgan hamma narsani yo'q qilish uchun maydonga yugurdi. Tribunada qolganlar esa o'rindiqlarni sindirib, o't qo'yishni boshladilar. Messining o'zi darhol jo'nab ketdi va gazablangan olomon argentinalik mehmonxonaga yo'l oldi. Shahar politsiyasining qurolli kuchlari tomonidan ko'plab odamlar tarqatib yuborilishi kerak edi. Ular fuqarolarni tayoq bilan urishdi va bo'linishga chaqirishdi. Ushbu tartibsizliklardan so'ng Garbiy Bengal shtati ma'murlari aybdorlarni qidirish bo'yicha jiddiy sud ishlarini boshladilar. Vazir Mamata Banerji barcha muxlislar va Lionel Messidan uzr so'radi va bularning barchasi tadbir rahbarlarining dahshatli tashkiliy harakatlardan kelib chiqqanligini tushuntirdi. Bundan tashqari, yulduz o'yinchisining shaxsi atrofidagi shov-shuv shunchaki kam baholandi, shuning uchun xavfsizlik talab qilinganidan bir necha baravar kam edi. Keyinchalik bosh tashkilotchi allaqachon hibsga olinganligi ma'lum bo'ldi. Messining Hindistonga safari boshlanishidan oldin ham rahbarlar Lionel bilan har kim bilan uchrashishni va u bilan 5 million rupiy, taxminan 8-3 million rubl suratga tushishni taklif qilishgani haqida xabarlar bo'lgan. Futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri ishtirokidagi janjal jiddiy bo'lib chiqdi. Ammo argentinalik jamoa keyingi shaharlarga sayohatlarni bekor qilishni rejalashtirmayapti. Oldinda Mumbay, Ahmedabad, Nyu-Dehli va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashuv bor.